Nexus 3 avtomobili sotilyapti. Xo'p, avtomat korobka 2020-yil oktyabrda 63.474 km yurgan ekan. Faqat benzinda harakatlangan. Mashinada hech qanaqa texnik ishi yo'q. Mokriy asfalt rangda. Xo'p, stok holatda, o'zining sakka diskalarida, archa balonlarda bemalol qishgacha yetib olsanglar bo'ladi. Iresablisovlar navbatda qilib qo'yilgan. Yetib o'tganda mashinamizda faqat benzinda harakatlangan. Hozir hech qanaqa texnik xarajati yo'q. Ходовой motordagi antifriz sistemalar hammasi yangi qilinib, tonirovkalargacha yengilab qo'yilgan. Salon holati ham zo'r. Xo'p, navrotda kolonkalari bor, usilitrlari bor. Hozir hammasini ko'rsataman. Mashinamizning bitta mana yerda переход bo'lgan pitnosi bor ekan. Krilosi bilan oldi eshigida kraskalari bor. Lekin ichiga o'tmagan, polniy zamin qilib yangi qo'yib yuborishgan. Xo'p, bagaj holatini ko'rsataman. Evakor poliklari, chexollarni ko'rdinglar. Bagaj holati. Kolonkalar, usilitrlar hamma narsasiga qarab yurilgan. Ko'ryapsizlar, mashina qanaqa akkuratni qaralgan. Xo'p, bu mashinamizga egalar tomonidan bor yo'g'i 7700 so'ralyapti. Salon holatini yana bitta ko'rsataman. Shikalat turibdi, nok bo'lib. Telefon qilib pastdagi raqamdagi aloqaga chiqib, mashinani bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Bizdan uzoqlashmanglar. Yaqinlarga yaxshi mashina qidirib yurgan jigarlarga bu videoni tashlab qo'yamiz. Salomat bo'ling.